Bakalasa. İşte başladık yine. Yanarlıktamız. Emniyet teplый pol. Kollektorimiz. Sirtga taşatırımız yine. Xudo xolasa emniyetini polga. Yanlarımızdan teplый pol boladı. Общий 8 или 9 kontra bilamiz. Xudo xolasa. Azamat şöyle yine tirigi. Mazası yok bana. Yine dostlar, Xudo xolasa Qozonda boshlanishimiz. Saat 9 bo'ldi, 3:30 bo'ldi. 9da boshlaganimiz. Xudo xolasa hamma kontrollar kelib turibdi 9dan. Xo'shayoli ba'zi nosozlik kelib qo'yibmiz. Davleniya beramiz, Xudo xolasa bo'ldi shu bilan. 9 kontra bo'ldik общий. Ganni 3'e bölüp qo'yibmiz yine. Emmer ulitga. Xudo xolasa chotki, yana berlarimiz ham ulitga. Yanlar ham ulitga yine. Dedi vanna uchun qirab tashlaganlar, shuning uchun ertaga ochadilar, shuning uchun deymadik. Beram shuni yana. Shunday tashlab beraverdik berdim. Şunun görmüşler. Bir kuchnya bo'ladi. Arası 20 santimetre ham berdim. ...90 kvadrat. Общий. Xudo xolasa birini keyinchalik kotyollarni qo'yib beramiz. Yuqorida radiator qo'yilgan ekan. Radiatorlarni qo'yib beramiz. Toshning ishining bu yon tarafda yana bir uy bor. Uni ham qo'yib beramiz ishlarni. Teplый pol o'tirgan ekanlar, lekin radiator qo'yilmagan. Yana shu yon boshdagi uy. Ana shunday ish bizada. Hatta obigo like bosinglarmi? Paxta zavoddan. Evet. Xolasa davleniyamiz 4 dan o'tib turibdi yana. Hamma yerda davleniya berildi. Bochok bilan yana. Necha litr edi bu bochok? 80. 100 litr oldi bu, ha? 100 litrdan oldi. Hammasini davleniya berib o'chiraylik, qo'yibmiz yana chotga tip. Şöyle katyol bilan gidrostatsiyaga ketib beramiz, xudo xolasa. Keyinroq bo'ladi, bir oylardan keyin deb turibdi. Hammasini davleniya bilan opressovka qilib qo'yibmiz.